Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Spark mashinasi. 2013-yil 274 ming kilometr masofani bosib o'tgan, ikkinchi pensiyasi mexanik bo'ladi. O'qilgan mashina holati zo'r holat turibdi. Qimmat ledlar qo'yilgan, yangi yupska Cobalt diska bo'lolari ham qo'yilgan. Salonlarni o'qilib ko'rib chiqsam, salonlar ham zo'r. Ikkinchi pensiyasi mexanik ABS konditsionerlar bor, multirol, test monitor, xo'p, Mercedes effektorlargacha ham qo'yilgan. Temir gaz bo'lolari ustonovka qilingan. Motor korobka ходовой qismlarida hech qanaqa muammolar yo'q. ABS konditsionerlarigacha ham ishlaydi o'qlar. Xo'p, kraskasiga keladigan bo'lsa, old orqalari pechat, polni asfalt bo'lgan ekan o'zini uchun tekshirtirib, prerka qildirib olasizlar. Egalarining o'zida sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Narxini o'qilasizlar, maza qilishinglar uchun bo'ladigan oxirgi narx debdilar. $4550 baholanadi. $4550 ga 2013-yil 274 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Minishga tayyor ikkinchi pensiya mexaniki, ABS konditsionerlari bor. Spark mashinasi. Egalarning o'yinlarini qoldiraman, telefon qilib baraka qilishinglar mumkin.